hali ham telefoningizni o'zidagi eski emojilardan foydalanyapsizmi? Undan ko'ra mana bunaqa ajoyib bo'lgan iPhone stikkerlarini o'rnatib olishni xohlaysizmi? Hozir men sizga buni o'rgatib qo'yaman. Undan oldin mana shu videoga like bosib, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bu narsa o'rtoqlar barcha smartfonlarda o'xshaydi. Sizlar emojilarni alishtirib olishingiz uchun 1 daqiqa yetadi o'rtoqlar. Mana shu maxsus ilova kerak bo'ladi. Bundan sizlar bitta bosasizlar, emojiga tanlaysizlar. Buni pastligisiga mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan o'zingizga yoqqan bitta temani tanlaysizlar va bu yoqdan o'zingizga yoqqan emojilarni tanlab ishlataverasizlar. Sizlar ham o'rtoqlar hoziroq Apple emojiga o'tish xohlasanglar, o'zingizlarning Telegramingizga kirasizlar, mana shu botimizni qidirasizlar. GameSX bot. O'rtoqlar o'xshamaydi deyotganlar mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir danli moment o'zim mana Apple stikkerlarini, emojilarini o'rnatib olganman. Xo'p, mana kiramiz botimizga. Bu yoqdan start tugmasini bosasizlar. Mana shu kanalning barchasiga obuna bo'lib, keyin mana to'g'ri burchaga bosib, obuna bo'lib boshingga bosasizlar. Bu yoqdan o'zingizga kerakli barcha ilovani topasizlar. Bu yoqda mana Apple emoji joyi bor. Shu joyga bosib, sizlar ham xuddi shunaqa ajoyib emojilardan foydalansanglar bo'ladi. Qadrdonlar, agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni anchadan beri mana shunaqa eski stikkerlarni ishlatib qiynalib yurgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Barcha ko'rish uchun o'zingizlarning ham istoriyalarga qo'yib yuboringlar. Shuni unutmanglar. Bundan da zo'r videolar mana profilimda bor.